Bilasizmi futbol tarixidagi eng yaxshi penalti tepuvchi futbolchi kim ekanligini? Hozir sizlarga dunyoning eng mukammal 5 ta penaltichisini aytib o'taman. 5-o'rinda Robert Lewandowski 89.7% muvaffaqiyatli darajasi bilan. Polshalik futbolchi bu borada haqiqiy mutaxassis. U 87 marotaba penalti tepgan va atiga 10 tasini golga aylantira olmagan. 4-o'rinda Bruno Fernandes Portugaliyalik yarim himoyachi tepgan penaltilarining 90.5%ni muvaffaqiyat bilan amalga oshirgan. U 56 ta penalti tepib atiga 6 marotaba adashgan. 3-o'rinda hayratlanarli, ammo qabul qilishga majbursiz Joao Pedro. U 93.3% penaltilarni aniq amalga oshirgan. 14 ta penalti tepgan va bittasida adashgan. 2-o'rinda Ivan Toney. U tepgan penaltilarining 94.7%ni golga aylantirgan. U tarixdagi eng yaxshi penaltishunoslardan biri. 36 ta penalti tepib atiga 2 tasida adashgan. 1-o'rinda kim ekanligini menimcha allaqachon angladingiz. Cole Palmer. U bu borada ajoyib rekordga ega. U tepgan penaltilarni 100%ni amalga oshirgan. 17 ta penalti va barchasi gol.